Tak, qadrli obunachilar, assalomu alaykum. Mana Termiz avtobozoriga bugun keldik. Bugun rosa odam ko'p, kun issiq. O'zbekistonda kun isib boryapti. Nasib bo'lsa bugun ko'p mashinalar tushiramiz. O'tgan haftaning like-ini ham qo'shib bosasizlar. Tak. Qadrli obunachilar, sizlarga kraskasi top-toza bo'lgan Tracker 2 ko'rsataman. Ikkinchi pozitsiyasimi? Ikkinchi pozitsiya LTZ bezlik. LTZlar bezlik bilan premyer emas. Tak, kraskalar hamma yoq top-toza ekan. Jigar. Hozir o'zim telefon so'rab oldim, egasi top-toza 47 ming yurgan mana. Ключевой, бесключевой do'stlar bor. Ochamiz. Nimalar bor? Tak, chexol poliklari как обычно bor. Rullarda mana ki ограничитель скорость, multirul hamma yog'i bor. Tak, yana nimalar qilingan ekan salonga? Tak, antiradarlar o'zi antiradar nima bo'ladi? Antiradar ham ketar ekan 7700 menikida 2 millionlik bonus ketdimi? Hozirga narxini aytaman, undan ham zo'r bo'ladi. Tak, orqasini bitta ko'rsatayim. Mashina harbiydiki, bekamdiki. Top-toza minilgan. Biz bilasizlar, harbiylar faqat ishga boradi, keladi. Propanlari bor. Tak, propanlari bor. Narxini 200 million deyapti. Hozir salondagi debda 220 yo 230 salonda 30-40 million bor. Yili 2023. Qaranglar. Tak, yana 2 millionlik narsa bonusga ketyapti. Narxi 200 million, yana ham kelishtirib beraman deyapti. Takishda aloqaga chiqaverasizlar. Naqd bor, ikkilamchi bor. O'z-o'zini qo'yib olish bor. Mana ham bonusga ketadi 2 million. Zo'r shunga qiziqib qoldim-da. Takishda bonusga ketadi, yana ham kelishtirib beradi. Telefon raqamini ayting. 90lik 454 2200 2200. Bo'l, aloqaga chiqaverasiz mana. Birinchi bosh chegar bosib yuboring mana. Vodiydik ekan, uy olishim kerak dedi, sotib olyapti. Mana ki Termiz avtobozoridan ham mashinalar sotilyapti. Sizlar ko'p aytasiz, sotiladimi, yo'qmi dedi. To'g'ri, endi bir xil payt kam ketadi, bir xil payt ko'p. Mana Tiko mana ki yili 98-yilgi Tiko sotilibdi. 22 millionga ketdi mana ki. Hozir bugun bozorda o'zida ketdi. Mana haydovchilar oltida o'tiribdi. Sotilga keyinroq chiqarib ketadi bozorga. Tak, qadrli obunachilar, sizlarga 2019-yilgi kraskalar top-toza bo'lgan Nexia 3 ko'rsataman. 96 ming yurgan ekan. Tak, 2019 qilingan ishlar, mejikar bor ekan, polni shumka bo'lgan ekan, ko'ryapti. Polni shumka bo'libdi lekin. Tak, ichki salonlar shunday qarayapman, ko'rganimni top-toza lekin. Dehqonni mashina top-toza. 2019 emas, 2020, 22larga o'xshaydi. Top-toza ekan, qarang. Ishlarni qarang. Top-toza ekan. Metallari ham bor ekan. Tak, narxini 105 million deyapti, kelishtirib beraman dedi yana. Kelishtirib beraman, ming nomidan chiqsalaringiz, bizni kanaldan chiqsalaringiz. Tak, naqd bor, ikkilamchi bor ekan, ikkovi bor ekan. Telefon raqamini ayting og'a. 99lik 679 31 74 ekan. Aloqaga chiqib olaverasizlar. Aytib ketavering mana aka. Tak, Matiz hozir ko'rsatamiz sizlarga, qadrli obunachilar. Yilini probegini anolar aytib ketaverasiz. Aytishimcha 2014 ekan. Balonlari yangi metanda ekan. Kraskalarchi? Eshigi bilan kiriladi, bitta pitni bor ekan. Qancha yurgan ekan? 197 ming yurgan ekan. Ishlarni bitta ko'rsatayim. Konsernerlar ishlaydi. 197 ming yurgan ekan, orqa ko'rinishlari mana ki. Quyoshdan salgamida turibdi. Metani bor, tak. Metan balonlar yangi. Aha, narxi qancha buni? 45 bilan kelishtirilib beradi. Naqd bor, o'z-o'zini qo'yib olish ham bor-a? Shunday. Barterchi? Barter ham bor. Abro 75 kanali. 94lik 901 38 36. Tak. Nexia 2011 16 prosta konsener dedingizmi? Prosta konsener ekan. 2011 mana. Qancha yurgan bu? 275 ming halol ekan. Metallari bor-a? Balonlari ham yangi ekan. Metallari bor ekan. Tak, ichini bitta ko'rsatayin. Konsernerlari ham ishlatgan ekan. Tak, probeklar hozimda ko'rinmayapti. Konserner hammasi ishlayapti dedi. Chakda. Orqasini ham bitta ko'rsatayin. Keng ishkina orqalari, asijitlar ham bor. Kraskalar qanday buni? Bormi? Kraskalar bitta krelosida bor, keyin eshigida pitmas bor. Krelo bilan eshigida pitma bor ekan. Narxi nech pul buni?
Kelishtirib aytavering. 55 million. 55 million yana ham kelishtirib berasiz, bo'ladi. Qayerga boramiz? Bo'ldi. Naqd bunga ham o'zini qo'yish bor bunda ham. Bunga ham barter bo'ladimi? Boshqa mashinaga barter ham bo'laveradi. Bosinglar deganlar. 14 dedi. 2014 ekan Spark. Metallari bor. 265 ming yurgan. 4-chi pokoleniya necha? 265 ming yurgan. 4-chi pokoleniya metan ekan. Bu освежит bo'lgan ekan. Kraskalar значит bor, освежит qilingan ekan. Qancha yurgan ekan bu? 265 million. 265 ming yurgan mana aka. Tak, ichini tomonini ko'rsatyapman sizlarga. Bu tarafdan ochilar ekan hozircha. Ahvol og'ir deyman, buni kelishtirib berasizmi? Buni nech pul deyapsiz narxini? Buning bitta balonlari yangi ekan mana. Aha, yangi turibdi. Buni nech pul deyapsiz? Mana 55 million ekan. 55 million, yana ham kam bor. Aloqaga chiqsalar. Bularga qarang, gen ham berilaveradimi yo'qmi? Qaysilarga gen beriladi? Beriladi. Bunga ham shu naqd, ikkilamchi bunga ham barter bo'laveradi. Bir kishining boshida o'shancha. Ta keyingi mashinamiz Gentra. Yili 2019 kreditdagi mashina. Endi yopib yuradida, farqi yo'q endi. Kreditdagi mashina Naqdga ketadi bo'lmasa. boshiga 40 million bersa, buni 22 oy to'lagan. 3 million 400 dan chiqadi. Boshiga 40 million bilan qolgan davom ettirib ketsa bo'ladi. Endi kelishasizlar-da, endi egalasi bilan. Agar egasi bilan kelisha olsalaring bo'la qilasiz. Bo'lmasa naqdga olasiz. Naqdga qancha beradilar? Qancha qilib beriladi? Endi naqdga kelishamiz. Yo'q, bir boshdan bo'ladigan narx aytib qo'ying o'rtacha. 2019 15 ga 115 mi? 115 2019. Kraskalar qanday? Kraskalari Bitta joyda bor, metallari bor-a? 4-chi pokoleniya. Metani bor-ku, bitta joyda bor. 115 ga yaxshilab aloqaga chiqsalar yana ham kelishtirib olasiz. 140 ming yurgan ekan. Bo'ldi. Tak, oxirida telefon raqamini aytaman. Yana ket, bunisini ham tushiray. Birdan telefon raqamini aytaman. Mana Matiz ko'rsatamiz. Ko'krak 2013 prosta gidravlika ekan. Tak. Kraskalari bor-a bunda bari, bir ikkita joy. Eshigida bor. Ikkita eshigida bor ekan. Metanlar bormi? Metan balonlari yangi. Bunga ham yangi balon qo'yilgan. Hammasi yangi balon. Balon yangi. Narxi-chi? Narxi aka 42 million. 2013. 42 million 2013 mi? Arziydimi yo'qmi? Yana ham kelishtirib beradi. Endi aytilish narxida. Quyosh tushayotgan ekan bu tarafdan. Kelishtirib beriladi. Tonirovkalar bor ekan orqada. Eshigini naryoqdan Spark ochaman deyapman. Bu tarafdan ko'rsatay. Spark deb o'ylabman. Mana ichki tomonlari toza, yaxshi turibdi. Narxini 42 million, buni ham kam bor, kelishtirib beriladi. Metallari bor. Buniki metani bor. Yana bitta mashin bor, bumi? Damasmi? Damas ko'rsataman, keyin oxirida telefon raqamini aytaman. Mas bir kishi. Yili necha? 24, 23. 24 sentyabrda chiqqan. Kraskalari qanday? Qandaysiniz, o'rnisiz? Kraskalari top-toza. Tak, qancha yurgan bu? 14 mingga yurgan ekan. Hech qancha bilmabdi. Chiqoli zo'r ekan, men qarang. Chiqolimda xuddi Alcantara chiqoldan ekanda. Mazza ekan, chiqoli yaxshi ekan. 14 mingga yurgan ekan. Metanlar bormi? Tomlari apshika qilingan. Metanlari yangi metan. Balonlari hamma yangi. Endi 14 ming yurganda hech qancha ham yurmabdi-da. Endi buni narxini nech bilaysiz? 95 million aka. 95 million narsa o'tib beraman. o'tib beriladi yana bironda. Metallari bor 14 mingga yurgan. Tak, bo'ldi, boshqa hamma narsasini aytdik-a, probek, yili kraskalar top-toza. Anosini bu telefon raqamingizni ayting. 94lik 527 93. Bu ham naqd beriladi, ikkilamchi barter ham bo'ladi bunga. Ayting yana. 94lik 901 38 36. 94lik 901 38 36. Aloqaga chiqaverasiz. Bunda ham naqd, ikkilamchi gen ham bor. Gen. Yaxshi. Naqd, ikkilamchi barter ham bor. Qadrli obunachilar, sizlarga mana 2024 свежий bo'lgan. Свежий desam bo'ladi, yangi yaqinroq Cobalt. 2024 probeklari atiga 19 mingdan bo'lgan ekan, metallari bor ekan. Kraskasi bitta mana endi bor ekan, xo'sh. Bitta sho'rida bor, qolgan hamma yoq topdi. Metani bor. 9 ming yurgan. Ichini bitta ko'rsatay, narxini aytaman sizlarga. Chiqol poliklar tashangan. Taksilkim 20 mingga yaqin. Ruliga tikilgan ekan. Tikilgan. İçi toza turibdi. İçi toza turibdi jigarlar.
Buni bilsa narxini 150 million deyapti. Вообще narx zo'r tushib qoldi. Nomerini ko'rsatmang deydi, farqi yo'q, qara. 150 million yana ham kelishtirib beraman deyapti. Nima deysiz ekan shunga? 45 ga bo'lsa bosib yuborasizmi? 2024 45 shokoladka agar bersa, berib ham yuradi o'zi. Bitta joyda petnosi ham bor ekan, beradi bemalol. Sodalashib olib berasiz. Naqd bilan 2 lamchi bor ekan. Naqd va 2 lamchi. Hozir telefon raqamini aytaman. Telefon raqam ayting. 94lik akajon. 94lik 208 208 50 50 shundaymi? Aloqa chiqib qolasiz. Mashina qayerda aka? Sherovatda ekan. So'yani akasi, qarang. Agar 2005-yilga juda ham zo'r navorotlar qilingan Nexia 1 sotiladi. Kraskalar top-toza ekan. Mana diskalar qo'yilgan, qarang. Bunda diskaning firmasi qanaqa? Diskani qarang. Diska balonlar yangisi istalgan. Diskani chiroyli. Magicar pult qo'yilgan ekan. Tonirovka ruxsatnomasi bor. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Aytaver. Ustilитель, kolonka hammasi. Muzikani pauza qo'yib qo'ying-da. YouTube'ga chiqadi bu. Nexia bir bozorda bitta bo'lib turibdi. Bitta obzorni ko'rsang. Yonbosh bo'lib, mana xuddi anoda bitta отдельный joyga turadi xonada, o'shanda bo'lib turibdi. Antinalar tushib chiqar ekan, bitta tushirib chiqaringchi. Aha. Voy, yeb bilan. Xohlasangiz tushirib haydaysiz, xohlasangiz ko'tarib haydaysiz ekan antenasi. Bu yerda qarang, ichidan boshlaylik birinchi. Sidinalari nimani qo'yilgan? O'ziniki qilinganmi, o'zinikiga qarang, koja qilingan. Juda ham zo'r materialda. Alcantara chist koja. O'rtasi alcantara ekan, haqiqatan ham. Roll skursa. Chikolatist koja ekan, haqiqatan ham yumshoq, bunday. Ano koja emas. Nima deydi? O'zimizda sun'iy koja emas. Tak, mana ularga qo'yilgan pedallariga ham bunga qarang, chimdikini tashab qo'yibdi. Tagida poliklar bor, chimdikida. Rol qilingan, Chevrolet qo'yilgan, tablolar o'zgargan, tak, yana nima ishlar polностью освежит qilinganda 2005 ga o'xshamaydi. Registrator ham bor. Registrator ham bila ketaveradi. Registrator ham narsasi bor. Birga ketaveradi. Tonirovkalar, ruxsatnomalar bilan ichi вообще zo'r emas. Orqasini qaranglar. Bu xuddi bir yangi bir mashinada o'tirgandek bo'lar ekansizlar. Yangi mashinaga o'tirasizlar-ku, o'shanda bo'lib turadi. Chunki sidinlar yangida. Kraskasi top-toza ekan, bir chirigan, pirgan joylarni ko'rmaysiz mana. Hamma joyini ko'rsataman. Diskalar bo'sh. Mana endi ko'rsatsa, Bosin diskalardan taqilgan. Nimada u? Betanmi? Betanda ekan. So'ng orqasini ko'rsatayda, sambuferlarni. Tak, sambuferlar bor, o'zi ustilitellar qo'yilgan, дополнительный. Shunday. Sambuferlar bor, qarang. Ustiltel qo'yilgan. Endi дополнительный magnitofonim bor. Kraskalar toza, shuncha hayron qoldim. Toza ekan. Tak, narxini bo'ling bo'lari 8500 dollarga beraman deyapti. Yana bizning kanalda sizlarni kelishtirib beraman. Oldini qarang. Nimalar qilib tashlagan? Mana yerga qo'shimcha turbinalar, turbalar qo'yib tashlagan. Kuchaytirish uchun. Konditsioner ham bor ekan, uyda turgan ekan, berib bor ekan konditsioner ham. Tak, naqd bilan o'zini qo'yib olsalaringiz bo'ladi, o'zini qo'yib. Narxi 8500 deb aytdim. So'mga hisoblab ko'rasiz, yana ham kelishtirib olaverasiz, kanalimdan chiqsangiz. Telefon raqamini ayting. 97lik 97lik 227 227 0988. 0988. Aloqaga chiqib olasiz. Mashina qayerga? O'zimiznikimi, shu yerdanmi? Hozir. Genchi yem beriladimi yo'qmi? Gen ham beriladi. Bosib yuboringlar jigar. Shu mashina uchun bitta like bosib qo'ying. Ham chiroyli mashina. Tak, qadrlar bilan mana aka. Matiz 2011 kraskasi faqat mana yerda bor ekan, yana bir ikkita joylarda bor ekan. 2011. Bu nechinchi pozitsiya bu endi? Nechinchi pozitsiya? Konditsioneri yo'q. Mencha ikkinchi pozitsiya bo'lar ekan. 5 deb yozgan ekan. 110 ming yurgan ekan. 2011. Metallari ham bor ekan. Ichini bitta ko'rsang, endi 110 ekan, haqiqatan ham adashmabman. Signalizatsiya qo'yilgan ekan, Magicar to'yish. Orqalarini bitta ko'rsataymi? Tak, mana. Bitta ochib yuboringchi, obunachilar ko'rgisi keladi. Bitta oching chiqing. Hoppa. 65 talik metan ekan. Bu qancha yuradi shu bilan? 250 ga 200 yuradimi? 200 yuryaptimi? 200 dan o'tib qolayotgan ekan. Tak, narxi 45 million deyapti. Yana kelishtirib beraman deydi. Men kanalimni sizlarga kelishtirib beradi. Naqd bilan o'zini qo'yib olsangiz bo'ladi. Bir bitta bir 20 million, 25 million pulingiz bo'lsa, o'zini qo'yib olsangiz bo'ladi.
Telefon raqamini ayting. 94lik 839 88 58 mana aloqaga chiqib olaverasizlar. Endi baraka bo'lyapti. Baraka bo'ldimi? Yili necha edi bunaga? 23. Qancha bo'ldi? Oxiri qancha bo'ldi? Qancha ketdi? 86 yarim. 23 mana 86 yarimga mana baraka bo'ldi. O'zi sezon boshlandi moshinda. Billasida moshin bitta-bittadan ketyapti. Damas 86 yarim. 86 yarim dedi. Ha, 86 yarim. 20 cha. Ancha narsa qilingan ekan. Diskalar qo'yilgan, metallari ham bo'lish kerak, hamma. Tak, chiroyligina turibdi bozorda. Chiroyligina bo'lgan 2009-yilga Matiz ko'rsataman. Matizlar bugun rosa ko'paydi, bir-biridan chiroyli. Rang qora, yana ham usti asvejit qilingan ekan, o'zida qora rang. Benzinda ekan, nima deyapsiz menga? Ichida metan qilingan yo'q ekan. Hamma joyi teshilgan yo'q deyman. Metallari yo'q, benzinda turibdi. Akkumulyatorlar yangi ekan, motori yaqinda qilgan ekansa, yaqinda chiqqan 1000 kilometr bo'libdi. 1000 kilometr olib yurmadi. Yaqinda chiqqan ekan. Lekin qarab haydalgan mashin ko'rinib turibdi. Ancha ishlardan deb bilsangiz bunaqa. Chiqollar bilan hammasi toza holda turibdi. Magnitofonlari bor. Qandaydir bir barakali, bir nurli bo'lib turibdi-da, qandaydir o'ziga jalb qiladigan, oynalari ham katta ekan, o'ziga jalb qiladigan narsa. Men agar mashinam yo'q bo'lsa bosib yuborarim shuni. Yana qora zakon zo'r kelishadi. Qop-qora beton bo'lib turibdi. Orqalari ham top-toza. Qoraga ba'zi chiroyli ekan, bosib yuboring. Qarang, top-toza. Bozor ucharga zo'r ekan, ancha joy kiyinish ekan. Metan qo'yib olasiz, zapaskalari ham turibdi ekan. Tak, 35 ga savdo bo'lgan ekan. Takshda 35 dan 1-2 so'm qo'shib olib ketaverasiz. Sal qo'shsalaringizni 500 qo'shsalaringizni beraveramiz. Tak, to'lovtiri naqd bor. O'z-o'zini qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Bozor narxidan yarmigacha beradi. Takshda bosib yuboring. Telefon raqamini ayting. 99lik 679 0302 aloqaga chiqib olaverasiz. Tak, qadrli obunachilar, sizlarga faqat Nexia tushirib, tak 07 ko'rsataman. Lada 07 2006-yil ekan, yili svejiy turgan ekan, diskalar taqilgan, balonlar holati yaxshi holatda turibdi. Kraskalar asvejit bo'lgan ekan, faqat asvejit bo'lgan ekan, mana ular ruchkalari ham yangi turibdi. Nima qilingan, sambuferlar bor dedingizmi? Ruchkalari yangi ekan. Ichki sostoyaniyasi yaxshi, yangi deb turibdi. Mana ular o'zining chiqollari, tablolar yangi, qancha yurganini bilmayman dedi. Magnitofonlar bor ekan. Orqa tandirovka bo'lgan. Mana ekan. Juda ham chiroyli turibdi. Metallari ham bor. Nechtalik metani bor? 90 talik metan bor ekan. Bitta ochingchi, ko'raylikchi. 90 talik metallari ham bor ekan. Mana bagaj o'zi ochilgan mana. 90 talik metani bor. Bagajda ancha joy bor, ko'rib turibsiz. Narxini 40 ga savdo bo'lgan ekan, 40 dan tepasiga beraman dedi. Endi ham o'zlaringiz kelishtirib olaverasiz. Naqd bor, o'z-o'zini qo'yib olish bor. Barter bormi boshqa mashina? Barter yo'q. Qoldi. Gen beriladimi? Gen ham beriladimi? Gen berilar. Ayting telefon raqami. 91lik 576 17 aloqaga chiqib olaverasizlar. Tak, qadrli obunachilar, sizlarga mana yangi Hachik Cobalt ko'rsataman. 147 millionlik versiyasi Cobaltning. Tak, diskalari oq. Probeg 6 kilometr bo'lgan, shu salondan, Drivers Village'dan. Shu yerdan bu yoqqa kelgan. Tak, ichki holatlari yangi bo'lib turibdi. Hozir o'zim mashinamda ham ko'rsam, o'zimniki ham chiqqan jigarlar. 155 millionlik versiyasi meniki. Meniki. Tak, yangi hamma joyi. Shunday olib kelgan. Narxini 165 million deyapti. Kelishtirib beraman dedi. 163larga bitadi deyapti. Olaverasizlar. Naqd bilan ikkilamchi bor. Telefon raqamini ayting-da. 99lik 710 26 29. Nomer taqsangiz gen ham beriladimi yo'qmi? Gendaymiz bera olasizmi endi? Men bilib qo'yay. Gen ham berilar ekan deganlar. Tak, qadrli obunachilar, patkaningiz meniki. Tak, Cobalt 2023. Bu kraskalar top-toza buniki. Bitta boya kraskalar bor 23 57 mingdan yurgan. Tak, qilingan ishlari bunga Magikarp pulti qo'yilgan ekan, dominant. Ketadi qo'shilib. Kraskasi toza, ichki tomonlari qarang. Tak, chiqol poliklar hamma joyi yaxshi.
Mashina endi yangi sostoyanida turibdi mana bu. Ana bir registrator qo'yilgan va orqasiga metani ham bor ekan. 8 million metan qo'yilgan ekan. Orqasi ochilmadi. Pisochni fara, qora faradan qo'yilgan orqalari. Tak, bitta bamperda bo'lgan salgan to'g'rimanida chizilgan joylari bor ekan, anaga o'tmaydi. Bagajning o'zi ochilar ekan, mana metanlari bor. Tak, iloji bo'lsa naqd dedi, naqdga sotaman deyapti. Ikkilamchini bilmay ekan, naqd bo'lsa 150 dedi, yana ham kelishtirib beraman dedi. Endi 45 larga undan ham salgina pasatib olsalaringiz bo'ladi, bemalol. Hozir narxlar tashlagan-ku. Olaverasizlar. Endi ondan chiqsalaring, agar sal yetmay qolsa kutishi bor ekan. Kutaman dedi. Endi takishda hozir telefon raqamini aytaman. Telefon raqamini aytdim. 99lik 695 77 72 ekan. Mashina qayerdaki? Shahardaki. Sherimizdagi ekan. Necha ekan yillar? Malibu 2 dan bo'lsin deganlar uchun mana ekan. Qadrli obunachilar, jigarlar, Malibu 2 kraskalar top-toza bo'lgan, yili 2018 ekan. 2.4 motor, atmosferniy motor, besklichevой dostuplar bor. Atmosferniy motor. Endi hozir hamma kattalar Malibuga o'tgani uchun Malibuning obro'si oshib ketdi, jigarlar. 47 mingina yurgan ekan, kraskalar ham top-toza. Benzinda. Bu premyera emas-a? Bu premyera emas-a? Bu turbo emas-da bu. Bu atmosferniy motor. 2.4 benzinda yuradi. Endi 80 da ham yuradi. Baribir 80 dan tepasiga qo'yasizlar. O'zingiz ham qo'yapsizmi yo'qmi 80? 80 da yurgan ekan. Narxini uyga 19 mingga so'ragan ekan, bermagan ekan uyda. Takishda 19 mingdan tepasiga savdolashib olaverasizlar. Tak, naqd bor. Ikkilamchi bor, o'zini qo'yib olish varianti bor. Agar sal yetmay qolsa kutish varianti ham. Telefon raqamingizni ayting-da. 94lik 461 89 mana aloqaga chiqib olaverasizlar mana. Assalomu alaykum jigar. Bilaman, hozir siz Cobalt izlab yuribsiz-da. Qanaqa Cobalt olsam ekan deb yuribsiz, qanday Cobaltdan? Mana siz uchun yangi Cobaltimiz chiqqan. Mana shu yerdan bitta Cobalt menga kecha salonda telefon qildi, mashinangiz chiqdi dedi. Mana sizga jigar yangi Cobalt, hozir narxlari ancha tushgan. Midnight versiyasi Cobaltning. Balonlari, oynalari qoraytirilgan. Keyin oldi faralari qoraytirilgan. 155 millionlik. Hozir endi 160 millionga tushgan nomeri bilan mana tayyor mashina sotiladi o'zimniki. Jigar izlab yurgan bo'lsangiz, Cobalt deb yurgan bo'lsangiz, mana shuni bosib yuboring-da. Mana tayyor turibdi. Xudo xolasa mana bozor kundan keyin уже nomerlarni taqib qo'yamiz. Mana agar bugun ko'rsangiz, baraka qilib yuborsangiz, mana kelib telefon qilib, uyim 3 qizilda baraka qilib yuborsangiz, mashina o'zimniki, kanal egasiniki desam bo'lar. O'zimniki baraka qilib yuborsangiz, mana zalog bersangiz, mana nasib bo'lsa keyingi hafta nomer topib olib sotib qilib beraman. Narxiga kelsak 168 qilib beraman. Bozorda 170, 72 deb o'tiribdi, 70 dan ketyapti. Mana siz uchun, kanalimizga o'z uchun, obunachilar uchun 168 qilib beraman. Naqd bor va ikkilamchi ham bor. Ikkilamchi taxminan bir 30-40 million bilan chiqib qolsa kerak. Takishda bosib yuboring jigar. Mana bitta bor. Tayyor mana. Bosib yuboradigan joy.